Assalomu alaykum o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, Inspector Star Air degan model radar detektor, ya'ni antiradar. Yaxshi antiradar, yomon emas. Multiradarlarni yaxshi urib beradi, o'zbekcha gapiradi. Ekranlari katta, yaxshi ko'rinadi. Chiroyli. Tepasida anaqa LED podsvetkasi ham bor. Xullas, yaxshi antiradar. Yig'ilish tomonlama ham, masalan, yig'ilish sifati tomonlama ham yomon emas, zo'r. Faqatgina shu kungacha bitta muammosi bor edi bilan, proshivkasida muammo bo'lib turardi. Ya'ni o'zini ishlab chiqaruvchi kompaniyasi tomonlama chiqarilgan proshivkalarda ham muammolar uchrardi. Masalan, ketayotgan bo'lsangiz, yo'lda radar bo'lsa, radarni etish o'rniga remen taqing deb gapirib qolardi bir xil yoki boshqa narsa bo'lsa, umuman bashi bog'dan kesib, yo'lda vaziyat bog'dan kelayotgan bo'lsa, bu tog'dan kelib qolardi. Xullas, shunga o'xshagan bir proshivkasida muammolar bo'lardi. Gluk deydi, endi boshqasiga qilib aytganda gnat qilib qolardi. Xullas, yana bitta muammosi chiqib keldi endi. Bu inspektorlarda birinchi holat emas bunaqa muammo. Boshqa modeli ham bor. Spirit bilan Spirit Air degan modeli ham bor. Ularda ham xuddi shunaqa muammo bor. Endi bu model nisbatan yangi bo'lgani uchun menga shaxsan birinchi marta mana shu muammo bilan keldi. Ya'ni ovozi yo'q. Ko'p holatlarda dinamik ketgan bo'ladi o'zi aslida. Lekin bu yoqda dinamiki butun, ketgan narsasi ichida kichkinagina sifrovoy довольно сложныйroq mikrosxemasi bor. O'sha mikrosxema o'zini quvvatini yo'qotadi. Bilmadim, issiqdanmi bu, bizning klimat to'g'ri kelmayaptimi? Lekin mana shu inspektorlarda shu holat ko'p uchrab turibdi. Shaxsan o'sha menga kelganlarning ichida Spirit bilan Spirit Air modellari ham juda ham xuddi shunaqa muammo bilan kelgan. Star Air modelida mana bu birinchisi. Endi bundan buyog'iga menimcha sekin-sekin bunaqa muammolar ko'payadi. Bu kasallik o'sha mikrosxemani alishtirish yo'li bilan tuzaladi faqat. Men zakaz qilib yubordim, xudo xolasa 20 kun plus minus 5 kunlarda kelib qoladi, xudo xolasa zapchasi. O'shani qo'yilgandan keyin ovozi o'zini holatiga qaytadi. Umuman olganda inspektor yomon detektor emas, yaxshi. Lekin menga masalan Silverstone ko'proq yoqadi. Bundan tashqari o'rtoqlar, mana bu yerda ham mana bunisi Combo iBox bo'ladi, uchrab turadigan muammo akkumulyatori bo'ladi, ya'ni mashinaning kaltini o'chirishingiz bilan srazu ekran o'chib qoladi. Radar detektori butunlay o'chib qoladi. Kaltni o'chirishingiz bilan sinxronni. Shunaqa holat bo'lsa, akkumulyator o'lgan bo'ladi, akkumulyatorni alishtirish kerak. Agar alishtirmasdan yuraversanglar, oxirgi videoni, rolikka oxirgi zapisni, ya'ni misol uchun har 3 minutda kesishga nastroyka qilingan bo'lsa, o'sha oxirgi 3 minut fragment bo'lmaydi, saqlanib qilmaydi. Undan tashqari fleshkasi kuyib qolishi mumkin. Har safar shunaqa o'chganini sabab. Undan tashqari mana Tamagaf eskiroq model, lekin yomon emas, bu ham normalniy. Bularda GPS muammo bo'lib turadi, GPS yo'qotadi. Ichida bitta kichkina batareyka bor, o'sha batareya alishtirish bilan hal bo'ladi. Olib kelsanglar buni ham qilib beraman. Magma R7 aslida bu Silverstone Sochi Pro modelini nomi o'zgargan versiyasi. Xuddi misol uchun men bu Nexia 3 nomini, ya'ni Nexia 3 emas, Chevroletning nomini Ravonga o'zgartirishganda, buni ham nomini Silverstone emas, Magma deb qo'yishgan. Bilmadim nimaga unaqa qilingan endi. Aslida ichida buni ichini ochib qaralsa, Sochi Pro deb yozilgan bo'ladi. Bunda ham muammo aynan GPS bilan, faqat GPS batareykasi emas, o'sha sal boshqa joyi bor. Xullas, bunda ham shu GPS bilan muammo bo'lib turadi. Bu videodan maqsad o'rtoqlar, men oxirgi 1 yil ichida, deyarli 1 yil bo'lib qoldi, shu radar detektorlar bilan shug'ullanyapman. Har xil radar detektorlarning muammolari haqida xolasanglar sizlarga ma'lumot berib turaman. Yaxshi tomonlari, yomon tomonlari. Ko'p holatlarda haydovchilar tomonidan noto'g'ri o'rnatilgan holatlari kelib turadi. Ayrim mashinalarda radar detektorlar umuman ishlamaydi, sababi noto'g'ri o'rnatilgani yoki qo'shimcha mana bunaqa monitorlarni ham o'rnatilgan. Shu monitorlarning ayrim modellari ham pamexa beradi. Ya'ni
shu monitor ishlab chiqargan производительlar kerakli filtrlarni, shu ichidagi bo'layotgan to'lqinlarni tashqariga chiqarmaslik uchun filtrlar qo'yiladi. Aslida o'sha filtrlarni qo'ymaganining sababidan butun mashinaga pomexa berib tashlaydi, ya'ni simlar orqali o'sha pomexa tarqaladi. Bu pomexalar sababdan bitta radar detektor emas, boshqa оборудование, ya'ni misol uchun gaz ballonni оборудование qo'yilgan bo'lsa, u ham ayrim holatlarda noto'g'ri ishlashi mumkin. Boshqa narsalar ham noto'g'ri ishlashi mumkin. Keyin video registratorlar ham pomexa beradi. Xohlasalar o'shunaqa narsalar to'g'risida nima qilish kerak, nima qilsa bo'ladi, qaysi holatlarda kelishinglar kerak, qaysi holatlarda o'zingizlar hal qilsanglar ham bo'ladi. Shunaqa shunga o'xshash ma'lumotlar berib turaman o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.